Karburatorda remontga kelgan payti mana hozir ko'rasizlar jarayon qanaqa ketadi. Og'aylar. Mana og'aylar chachib bo'ldim. Hozir ayblarni qaranglar, nima bo'lgan bu karburatorda. Buni qaranglar, mana diafragmani. Ko'ryapsizlarmi? Mana yirtilib ketgan mana. Yirtilib ketgan bo'lsa ham shunday bo'yicha qo'yib qo'yavergan. Monosalniyni qaranglar, monosalniyni. Ko'rinyaptimi? Mash bo'yicha qo'yib qo'yavergan karburatorshigimiz. Mendan oldingi qilgan karburatorshig. Eng qizig'i mana buni главный топливный жиклер deyiladi mana narsa. Главный топливный жиклер. Bu mototsiklga ham qo'ymasdim men bu razmerda, o soyuz paytlarda. Buni mopedlarga qo'yardik, ya'ni Karpat, Sarpat degan mopedlar bo'lardi. Ashnaqalarga qo'yardim buni qijiklarni. Mototsiklga ham qo'ymasdik, og'aylar, 85 razmer qo'yib qo'yibdi. Bu просто издевательство-da. Bu mashina tortmaydi, mashina вообще og'ir yuradi mashina. Egasi ham уже Tiko shunaqa bo'lsa kerak-da, devor chekaydi menimcha hozir. Tushunmayapman, ras tortish to'g'risida indamayapti, lekin hozir shunday hozir ham shunday turibdi. Mana shunaqa ishlar og'aylar, hozir remontini qilamiz. Hozir to'liq mana bu chachilib bo'ldi, hozir yuvib tozalab, zo'r qilib hamma yo'g'ini yangi qo'yamiz. Chista koreyskiy rem komplekt bosamiz og'aylar.